Yana bir bora assalomu alaykum. Boya Dubayda ham olib qo'ygan edik. Unga chiqul taqildi. Ozgina noto'g'ri taqib qo'yishgan ekan. Buni sideniyasini hatlab 4 ta boltini yechib ko'tarib taqish kerak. Потому что uni tagida обогрев, обдув, balo-bata, shtekер. Sal qulayroq o'zimizga qulayroq qilib taqaman. Sideniya yechaman iloji boricha. По-любому. Tegi полный musor bo'lib ketgan ekan. Полный tozalandi. Mana shu полный to'la musor edi. Negadir buni o'rtachasida yo'q. Bilmayman, или komplektda shunaqa bo'lgandir. Lekin juda ham og'ir ahvolda mashina. Sal tovarni vid qilindi. Основной xor taqdimimga. Tak xizmatiga kelsak, bularniki где-то ko'pchilik pulni so'rashadi. Buniki где-то 200 mingcha bo'ladi. O'sha ximiya ham ketdi bunda, plyusos ham ishlatildi, hamma narsa ishlatildi bunda. Plyus sideniya yechildi. Charchamanglar, salomat bo'lasizlar. Всем удачи.